Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli televizor görgüçlər. Bu qıtımlıq haftalik İstiqlal xəbərləri proqramımızga kelganlarni qizg'in qarshi olamiz. Men Abdullah Yalqun. Turpanda Xitoy razilligi hamshirlarimiz nola qilmoqda. Xitoy tajovuzchilari vatanimizda elib berayotgan diniy besimni hassilab kuchaytmoqda. Vatanimizning Turpan shahridan egallagan ishonchli xabarga ko'ra 2013-yil 9-oyning 22-kuni yakshanba Turpanning Xandu kentidan Turpan shahar ichiga hadisning to'y marosimiga kelgan ikki musulmon hamshirimiz Turpan shahar ichidagi Xitoy g'olchi soqchilari tomonidan tutib ketilgan va soqchixonada ig'ir haqoratlar bilan ayblanib her biriga 600 yuandan jarimani elinib qo'yib berilgan. Bu echinishli voqeani bevosita beshidan o'tkazgan hamshirimiz Pichan Lamjin yensidagi yana bir tuqqinning uyiga bir hafta ilgari Xitoy g'olchilari tekshirishga kelib, uydagi qora kiyim va uzun islomiy kiyimlarni elib chiqib ketgan va 2 kun burun ular kalti yopka va qisqa yangliq kiyimlarni elib kelib, bu bizdan sizlarga hadiya bo'lsin. Zamonga loyiq moda kiyimlarni kiyib, ichib yuringlar deb hamshirlarimizning g'ururiga tekkan. Ma'lum bo'lishicha, bu hamshirlarimizning kiygan kiyimlari nihoyatda normal kiyimlar bo'lib, Xitoy hadab hujum qilayotgan hijob darajasiga bormaydigan kiyimlar ekan. Ular faqat yog'liqini oldidan chekkan va ishton ustiga tizdan biroz pastga tushib turadigan yopka kiyib olgan, ammo pastkash Xitoylar mushuningga bardoshlik bera olmagan. Egallanishicha, bu xil chekidan oshgan tajovuzchilik harakatlari Turpan shahar ichi va yezlarida umumyuzlik elib berilmoqda bo'lib, Xitoy g'olchilarining uyma-uy kirib musulmoncha kiyim-kechaklarni elib chiqib ketishi musulmon xalqimizning qattiq g'azab nafratini kuchaytmoqda. Xitoy tajovuzchilari bu xildagi pastkash ijroatlari bilan xalqimizning qizib turgan qinini urg'utib, ig'ir voqealarning kelib chiqishi uchun pelakka o't tutashtirmoqda. Allohning izni bilan shundoq bir o't maydonga keladiki, butun Xitoy tajovuzchilari va ularning g'olchilari bu o'tdan hargizmi qutula olmaydi. Misrning bir qancha shahrida shahidlar qiniga vafo haftaligi nomida keng ko'lamlik namoyish o'tkazildi. Misrda harbiy o'zgarish siyosatini va bu siyosat kontrolligidagi hokimiyatni rad qilish va qonunni qo'llash uchun Milliy ittifoq harakati tomonidan shahidlar qiniga vafo nomida Misrning 9 shahrida keng ko'lamlik namoyish o'tkazildi. Qahira, Iskandariya, Bani Suvaysh, Alminiya, Ash-Sharqiyya, Shimoliy Sina, Sohaj va Jizya qatorliq shaharlarda 22-sentabr zanjirsimon insonlar shaklida umumiy aholi noroziligi elib berishga chaqiriq qilindi. Yo'llarda huquqimni talab qilaman degan shuarlar yozilgan tashviqot varaqchilarini tarqatgan namoyishchilar xalqning saylishi bilan davlat raisligiga saylangan Misr raisi Muhammad Mursiyning huquqiga qaytarilishini va harbiy o'zgarish hokimiyatini ayblaydigan shuarlarni to'lashdi. Xizmatga chiqmang, harbiy o'zgarishga qarshi Misrning barliq maydonlarida namoyish qiling degan xatlar yozilgan lozunkalarni ko'tarib olgan namoyishchilar o'zi saylagan qonunliq rais Muhammad Mursiyning rasmini yuqori ko'tarib mangdi. Sharq Turkiston da'vosi iymonimizdir. Turkiyadagi mashhur olimlardan biri bo'lgan Jubbali Ahmad Xo'ja Sharq Turkiston va Karkukda yuz berayotgan zulmlarning ko'rmasga selinayotganligini aybladi. Sharq Turkiston da'vosi dinimiz va iymonimizdir degan Jubbali Ahmad Xo'ja Sharq Turkistonga berishni qattiq orzu qilganligini, lekin amonlik masalasi sababli bu orzusini hechcha amalga oshira olmaganligini ilgari surib, Sharq Turkistonning turk millatining islomning bayroqdori bo'lganligini bildirdi. Jubbali Ahmad Xo'ja dunyodagi eng chong kofir davlat kommunist Xitoy tomonidan qattiq zulm qilinayotgan Sharq Turkiston xalqining izdirobi, chekayotgan zulmi, Suriya, Misr va boshqa joylarda zulm chekayotgan musulmonlarning holidan oz emasligini, balki eng ashaddisi ekanligini tilga oldi va Sharq Turkistonning davomli unutilib kelayotganligini, hech kimning uni tilga olmayotganligini tilga oldi va Xitoy tajovuzchilari qatorliq dunyo zo'migarlarining halok bo'lishi uchun duo qildi. Ya Rabbi, Doğu Türkistan'a yardım eyle. Allah'ım, çocuklarını bile doğuramıyorlar. Doğu Türkistan, Çin'in hapishanelerinde Doğu Türkistan Müslüman, belki Yahudinin elindeki Filistinli'den fazla. O kadar inim inliyorlar o. Doğu Türkistan'daki Müslümanlar, hiç kimse de onlara dua etmez.
Benden başka pek anan da yok onları yani. Ya mübarek adamlar, sade Mısır, sade Suriye değil ki yani. Doğu Türkistan perişan, Çin'in en büyük, dünyanın en büyük gavurunun elinde. Çin'le işiniz mi var, gücünüz mü var? Niye Çin hakkında konuşmuyorsunuz anlamadım yani ya. Batsın yani bu Çin gavurunun da efendim dünyada ne kadar Müslümanlara zulmeden gavur varsa hepsinin nizamını düzenli batır ya Rabbi. Hepsinin gücünü iptal eyle ya Rabbi. Doğu Türkistan'ın Müslümanlara yetiş ya Rabbi. Harbiy inqilobga qarshi turg'uvchilar 6-oktyabr harbiy inqilobning oxirlashishi va Mursiyning huquqi qaytarilish kuni bo'ldi dedi. Mufakkiratul Islom to'rining xabar qilishicha, Misrda yuz bergan harbiy inqilobga qarshi turg'uvchilar va musulmon qarindoshlar tashkiloti oldimizdagi 6-oktyabr kuni cho'ng ko'lamlik namoyish elib berishga tayyorlik qilmoqda ekan. Xabarda ma'lum bo'lishicha, bu qitimqi namoyishda harbiy inqilob tamoman ag'dirildi ekan va Muhammad Mursi yangidan huquqi qaytarildi ekan. Musulmon qarindoshlar tashkiloti va harbiy inqilobga qarshi turg'uvchilarga oid O'llarchi gazetining ijtimoiy uchur aloqa vositasi Facebookda ilgari surishicha, 6-oktyabr kuni qonunliq raisni ag'dirib tashlagan harbiy inqilobning oxirgi kuni bo'ladi ekan. Misr gazetining zikr qilishicha, ular yana barliq harbiy inqilobga qarshi turg'uvchilarni 4-oktyabr juma kunidan boshlab Misrning butun shahar rayonlaridan Qohiraga qarab yo'lga chiqishga da'vat qilgan. Xabarda yana bu qadimgi namoyish planining harbiy inqilob ag'dirilganga qadar barliq ko'cha va maydonlarda to'plashish orqali Misr poytaxti Qohiraning butun cho'ng yo'llarini to'sish va Qohira vaziyatini tamoman palach holga keltirish ekan. Shuning bilan birga ularning Misr ozodlik maydoniga qarab ilgirlab, harbiy inqilobga qarshi qo'zg'olon boshlashimi ehtimoldan yiroq emas ekan. Tayfun bo'rini kelkuni 3,5 million Xitoyni palach holga keltirdi. Filippin va Taylanddan keyin Xitoyning Guangdong o'lkasiga qarab surilgan tayfun bo'rini va kelkuni 23-sentabr Xitoyning sharqiga hujum qildi. Filippin va Taylanddan keyin Xitoyning Guangdong o'lkasiga qarab surilgan tayfun kelkuni 23-sentabr Xitoyning sharqiga hujum qildi. Guangdong o'lkasida 25 kishi o'ldi. 100 million dollarlik iqtisodiy ziyon maydonga keldi. Bu rayonda havo, quruqlik va dengiz qatnashi butunlay to'xtatildi. Hech bir yerga tok ta'minoti berilmadi. Kishilar ko'chaga chiqishga jur'at qila olmadi. Mutaxassislar bu tayfun kelkunidan 3 million 500 ming insonning bevosita ta'sirga uchraganligini, 7 ming uyning o'ltirg'ili bo'lmag'idek darajada ziyonga uchraganligini, bu ofatdan mudofialanish uchun 50 ming kishining safarbar qilinganligini bildirgan. Recep Tayyip Erdoğan'ның tanqidi BDT'ni hareketga keltirdi. Türkiye, BDT Xavfsizlik Kengashining Suriya haqida hozirgacha qaror ololmaganligi uchun Türkiye, BDT Xavfsizlik Kengashini yangidan qurib chiqishga turtki bo'ladigan bir qaror elishga harakatlantirdi. Türkiye, BDT Xavfsizlik Kengashining Suriya haqida hozirgacha qaror ololmaganligi uchun Birleşken Devletler Xavfsizlik Kengashini yangidan qurib chiqishga turtki bo'ladigan bir qaror elishga harakatlantirdi. Yangi shaklda 5 doimlik a'zodan tashkil topgan tashkilotning vaqtliq a'zolarining soni 25 bo'lganligi, qarishliq bildirish huquqi amaldan qilib, ovoz berish orqali ovozning oz ko'pligi e'tiborga ilinganligi qaror qilindi. Berilgan xabar deyilishicha, Suriyada 100 mingdan ortiq insonning o'lishiga sabab bo'lgan urush va ximiyalik qurollar ishlatilgan ichki urushga aralashish haqida Rossiyaning va Xitoyning qo'shilmasligi ta'siri bilan o'ttirga chiqqan orasoldilik BDT tashkiloti bexatarlik organining xizmati haqida talash tortishga sabab bo'lgan. Turkiya bosh ministri Recep Tayyip Erdo'g'an tinchlik uchun qurilgan bir tashkilot tinchlikni elib kelolmasa nima ishga yaraydi degan raddiyasidan keyin Turkiya hukumatı 24-sentabr boshlangan Dunyo rahbarlari BDT Xavfsizlik Kengashida BDT bexatarlik gruppasining yangidan qurilishini kun tartibga qo'yishni qaror qildi. Buning bilan BDTning 5 doimiy a'zosining rad qilish huquqini asos qilishning o'rniga ovoz berish va ovozning oz ko'pligi bo'yicha qaror qilish tuzumi o'rnatildi. Lutfi Kirdar xalqaroliq yig'in va ko'rgazma saroyida o'tkazilgan Osiyo tinchlik yig'inida bosh ministr Recep Tayyip Erdo'g'an Birleşken Devletler Teşkilatı'nın 5 daimi a'zosi bilan bog'lanib qolganligini bildirib, dunyo 5dan cho'ngdir. 5dan cho'ng bo'lgan dunyo endi o'z vazifasini ado qilishi kerak dedi. Erdo'g'an so'zini mundaq davom qildi. Suriya haqida bu BDT hozirgacha bir qarorga kelolmayotdi.
Undaqda bu BDT nima ishga yaraydi? BDT tinchlik o'rnatish uchun qurilmaganmidi? Biz bu BDTni nima uchun qurdik? Bu BDT 5 tane daimi a'zolarga qarab qoldi. BDT 5 tane daimi a'zolarga qarab qoldi. Dünya bo'lsa bu 5 davlatdan cho'ng. 5dan cho'ng bo'lgan dunyo amdi bo'lsa-mu o'zining vazifasini ado qilishi kerak. 2 dona davlat butun qaror elishlarini to'sab qo'ydi. Hatto buni bir a'zosimi qila olayotidi. Bu sistem aylanib turadigan bo'lishi lozim. Muayyan kishilarla xo'jayin bo'lib oladigan BDT bexatarlik guruhining huzurning kelishi uchun bir ishlarni qilishga qodir bo'la oladiganligiga 11 yillik bosh ministr bo'lish tajribam bilan qattiq ishonaman. Erdo'g'an yana u yerda minglab insonlar o'lyotidi. 17-18 yoshdagi qizlarimiz o'lyotidi. Dunyodagi ayollarning haq huquqlarini qo'g'dug'uvchilar qayerda? İnson haqlarini qo'g'dug'uvchilar qayerda? Hech biri yo'q. Hozir Suriyada 7 million inson ko'chman hayotini yashamoqda. Buningdan 5 million inson Suriya chegarasi ichida, 500 mingi bizning davlatimizda, 1,5 million ko'chman Livan va Iordaniyada. Hozirgacha biz Suriya xalqi uchun 2 milliard dollar sarf qildik. Bizga hozirgacha boshqa davlatlardan Suriya uchun kelgan yordam oralla 135 million dollar. Qolganlarning hammasini Turkiya ustiga oldi. Millatimizga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Aman esen, sağlam ve paravın bo'lsin deb duo qilaman. Chunki mushundaq bir ishda xalqimiz hukumatimizni qo'llab arqi tilak bo'ldi dedi. Erdo'g'an yana BDTning 5 doimiy a'zosi bor. Dunyoda qoral yaraq tijoratida bosh tijoratchilik rolini o'ynayotgan bu davlatlarning dunyoda tinchlik o'rnatishda uzun muddatli qarorlarni bera oladiganligi hamma odamning ishongisi kelmaydigan bir holga keldi dedi. Niye kurduk biz Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nı? Ama 5 tane daimi üyenin dudakları arasına kilitlenmiş olan bir dünya, işte az önce de söyledim, adil bir dünya olamaz. 5 tane. Ama şimdi ben diyorum ki bizim gençlerimiz güzel bir kampanya başlattılar. Dünya 5'ten büyüktür. 5'ten büyük olan dünya artık görevini yapması lazım. Bugün Somali'ye, yarın bana diye düşünerek bu adımları atması lazım. Eğer barış istiyorsak, huzur istiyorsak, refah istiyorsak bu adımların atılması lazım. İşte 2 tane üye bakıyorsunuz atılacak bütün adımları kilitleyebiliyorlar. Bir üye de kilitleyebilir. Ve bu sistemin dönerli olması şart. Belli kişilerin egemen olduğu bir Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin dünyada huzura destek sağlamasının mümkün olduğuna 11 yıllık başbakanlık tecrübemle ben inanmıyorum. Amerika'nın Japonya'ya radar o'rinlashtirishi Xitoyni bearim qildi. Xitoy Yaponiyaning Amerika radarlarini Yaponiya orollariga o'rinlashtirishni qabul qilganligidan bearim bo'lganligini bildirdi. Dastur xabar to'rining e'lon qilishicha 23-sentabr dushanba kuni Xitoy doiralari Yaponiyaning Shimoliy Koreya yadro qurollari tahdidini bitchit qilish uchun Amerika radarlarining Yaponiya orollariga o'rinlashtirishini qabul qilganligidan bearim bo'lganligini uqtirgan. Amerikaning Yaponiya orollariga radar o'rinlashtirishiga munosabatlik dokladlarni ko'rdik. Biz bu haqda nihoyat bearim bo'lyapmiz degan Xitoy tashqi ishlar ministri so'zchisi Hong Lei har qanday bir davlatning bunday bir harbiy uskunini Shimoliy Koreyaning yadro va atom tahdidini bitchit qilish nomi ostida xohlagan bir davlatga o'rinlashtirish haqqi yo'q degan. Xabarda yana Yaponiya Kyoto axborot agentligining o'tgan hafta Yaponiya Kyoto orolining Amerika X-band nomli radar sistemasining o'rinlashtirilishiga rasmiy qo'shildi deganligi ilgari surilgan. Egilishicha Amerika X-band radar sistemasi Yaponiyada o'rinlashtirilgan ikkinchi xil radar ekan. Xitoy tashqi ishlar ministrligi so'zchisi Hong Lei mundaq dedi. Radar sistemasini o'rinlashtirish Osiyodagi qurol kengash masalasini hal qila olmaganidek, Osiyo qit'asi va Tinch okeanda tinchlik muqimlikning hosil bo'lishiga foydasi bo'lmaydi. Xitoy bilan Yaponiya o'rtasida Senkaku orolini talashish masalasi bor bo'lib, Amerikaning Yaponiyaga ilg'or qurol sistemalarini o'rinlashtirishi Xitoyning xo'rikini yerga urmoqda. Xitoy doiralari Facebook va Twitter cheklamalarini faqat Shanxayda amaldan qoldirdi. Xitoy sahargisining 24-sentabr seshanba kundagi xabarda bildirilishicha, Xitoy doiralari Xitoyda qattiq cheklanib kelgan ijtimoiy uchur aloqa vositasi Facebook va Twitterni Xitoydagi tijorat markazi deb qaralgan Shanxayda yo'l qo'ydi ekan.
Hong Kongdan chiqargan bir gazetning Xitoy doiralari manbalaridan naql qilishicha, Xitoy doiralari Shanxayda internet xizmatini yo'lga qo'yish orqali chet ellik uchur aloqa shirkatlarini qarshi oldiganligini uqtirgan. Xitoy doiralari 2009-yil yuz bergan Urumchi qatliami voqeasida o'zining abdi basharasini tezlik xalqaroga oshkorlab qo'ygan internet xizmatini cheklagan va tordagi ijtimoiy uchur aloqa vositalarini Xitoyning irqchilik siyosatini xalqaroga fosh qilib, Sharq Turkiston vaziyatini keskinlashtirayotgan deb ayiblagan. Xitoy doiralari New York vaqt gazetini Xitoyning shu vaqtdagi bosh ministri Wen Jiabao oilasining qisqa vaqtda zo'r miqdorda shaxsiy mulkka ega bo'lganligini nashr qilganligi uchun cheklab o'tgan. Xabarda ma'lum bo'lishicha, Xitoy doiralarining faqat Shanxayda cheklangan tor xizmatlarini yo'lga qo'yishi chet elliklarning g'urbatda qolganligini his qildirmaslik ekan. Chunki chet elliklar o'zi xohlagan tor batlarni ocha olmasa yoki New York vaqt gazetini xohlagan vaqtda o'qiy olmasa, erkin tijorat rayoni deb qaralgan Shanxay shahrining Xitoydagi cheklamalardan xoli bo'lolmagan boshqa shaharlardan nima farqi deb so'raydi ekan. Analizchilarning qarashicha, Xitoyning eng qo'rqadigan bu cho'ng ijtimoiy uchur aloqa vositasi Facebook va Twitterni Shanxayda yo'lga qo'yishi biri iqtisodiy manfaatni ko'zlaganlikdan bo'lsa, yana biri Xitoy doiralarining siyosatga bog'lab cheklagan nurg'un ishlari xalqaro jamoatining noroziligiga uchirgan bo'lg'achqa, o'zining hiyla fikrlarining va xalqaroga anglitayotgan ichki siyosatining soxtaligining oshkorlanib qolmasligi uchun chet ellik ko'p keladigan Shanxaydalar Facebook va Twitterga qartilgan cheklamani amaldan qoldirish orqali o'zining soxtaligini yushirib qilishgan. Pokistondagi yer tevrashda hayotidan ayrilganlarning soni 245 ga yetdi. Islomobod Yobi ayning xabar qilishicha 24-sentabr seshanba kuni Pokistonning g'arbiy janubidagi Beluchiston rayonida yuz bergan yer tevrashda hayotidan ayrilganlarning soni 245 ga yetgan. Pokiston Dunyo kanalining Beluchiston hukumatining so'zchisi Jon Muhammad Baldidan naql qilishicha 7.8 bal yer tevrilgan ofatda 245 kishi hayotidan ayrilgan. Xabarga qaraganda hozir yer tevrilgan rayondagi mahalla doktorxonasida sahiya lozimatliklari va davolash o'rinlari yetishmagan bo'lib, ahvoli xatarlikroq bo'lgan yerdorlar tikuchar orqali Karachi va yoki shu yerga yaqin rayondagi doktorxonalarga yo'tkalmoqda ekan. Yana bir tarafdan yer tevrashda qattiq ziyonga uchirgan Oran rayonining yuqori darajalik mas'uli Abdurashid Losh butun kecha yer ostida qolganlarni qutuldirish bilan mashg'ul bo'lganligini uqtirib, hayotidan ayrilganlar sonining texmo ko'payishidan andish qilayotganligini uqtirdi. Uning deyishicha, shu rayondagi 90% uy vayron bo'lgan va loyda selingan uylarning hammasi yiqilib tushgan. Xabarda ma'lum bo'lishicha, hozirgacha yordamga 300 nafar askar avatilgan bo'lib, yana 1000 nafardan ko'proq askarning yordamga avatilganligi ta'kidlangan. Amerika Geologiya institutining ilgari surishicha, yer tevrash markazi Oranning sharqiy shimolidan 69 kilometr yiroqlikda bo'lgan bo'lib, Shimoliy Hindiston, Iran, Arab Birlashma Xalifaligi va Oman qatorliq davlatlarning aholilarimi yenik silkinish bo'lganligini his qilgan. Hürmetli televizor ko'rguvchilar, shuning bilan bu qatimliq haftalik istiqlol xabarlari programmamiz mush yerda oxirlashdi. Kelar qatimgi programmamizni ko'rishgacha sizlarni Janobi Alloh subhanahu va taologa topshiramiz.